ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinaning o'zini radnoy pedali turibdi. Bu naklatkani o'rnatamiz. Bu bolt gaykasi komplekt. Mana bu korobkasi. Xuddi mana shunaqa kerak bo'lsa, pedalni naklatka desanglar, bu internet magazinga yoki bo'lmasa oddiy zapchast magazinga topib beradi. Endi o'rnatamiz buni. Mana boltlarni o'tkazdik. U orqasi mana bundoq ko'rinishga bo'ladi. Gaykani ham mana shunday kirib o'zi ushlab oladi. Prosta atverka bilan qotirish qiladi. Endi o'rnatamiz. Bittasini o'rnatib bo'ldik. Mana ikkinchisi bu kattasi gazga turadi. Buni qanday o'rnatiladi? Mana shu o'tdaga o'sha pedalni moslab mana shundoq mana shunaqa ko'rinishga qilib, bu tomonidan atverka bilan qisamiz. Mana shu tagga ushlab qoladi. Mana gaznikini ham, tormoznikini ham qo'ydik. Video ancha yaxshi, salonni vidi bilan ancha mos tushdi. Buni bir minus taraf bor ekan, anchagina metali yupqa ekan. Agar sizlar olmoqchi bo'lsangiz, sal qalinroqdan olishlaring kerak. Nimaga desanglar, mana buni kreplenasi ushlamaydi uncha. Men boshqa yasab qo'ydim, o'ziniga qo'ymadim.